Xo'roz toshimay o'l degani odam yo'q. Mana akamning oldiga uzr so'rab keldik. Endi taksi bo'lsang ham qiyin-da mana. Toshkentda ayni yangilar apasida qatnayman deganingda ekspertizaga borasan, tabibga borasan, xo'rozda. Mana bu tovuq, yana tovuq deyapmanmi? Xo'roz, haqiqiy xo'roz ekan. Hech kim yemagan mana meyizlaydi ekan. Ya'ni gaplashaveraychi. Mabodo ko'nmay qolishsa deb mana pulam olib kelganman. Hisobingizlar bersin. Mana xo'rozlar ham baqirib olyapti. Tek. Tovuq deganim yo'q senlar, xo'roz deyapman. Bo'ldi. Xo'rozsalar. Mana hammasi qarab turibdi mana. Sheriklaringni o'ldirib qo'ygan bo'lsam, ayib menda bas. O'zi o'lib qoldi. O'zi olib chiqayotganimda, mashinaga yuklayotganimda bildim. O'zi g'udu bir bolalar gapirayotdi xo'roz. Arqani ochib qaraganda makadek tellagan xo'rozni endi ko'rdim. Yana tovuq doğrayapman, uzr olma xo'rozlardan. Tovuq ko'rgan qopman. Xo'roz ekan bular, xo'roz ekan. Eng qimmati mana bu deyapti mana. Mana shu eng qimmat ekan mana. Bu er xotin ekan bular mana, er xotin.